Assalomu alaykum Saroy bozor kanali obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, qo'shiq quvozlari, qo'shqarish quvozlari. Mana bugun akalar hafta kuniga seshanba 4-noyabr Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha mashhur Optimchilar qishlog'i Saroy qishlog'ida Abdubonna do'stimizni qo'y fermasiga kelganmiz. Abdubonna do'stimizga 40 bosh atrofida yangi qo'zi qo'chqorlar kelgan ekan. Bularning bar ma'lumotini Abdubonna do'stimizdan olib berishga harakat qilamiz. Biz videolarimizni boshladik. Abdubonna, olib kelib oldingizmi? Obunachilar, yaxshimizda qo'ylarga zo'rlardan kelgan ekan. Aha. Hozir narxlar ham o'rdan bo'ladi. Xudo xolasa arzon qo'yib beramiz a? Yo'g'idan. Sariq qo'shqozdan va qora qo'shqozdan ham bor aka. Akalar hamma qo'ramiz to'la mana qo'ylar bilan. Xudo xolasa narxlar o'rdan bo'ladi. Narxni bomba qilib arzon qilib qo'yib beraman deyaptilar. Biz videolarimizni boshladik. Abdubonna birinchi partiyaga nechta? 25 ta birinchi partiya. Birinchi partiya akalar mana 25 ta sarig'idan yemini bayva yeb turganlardan ham kelishgan ekan mana. Qo'shqorlar bir qator ko'rib o'tasizlar. Uzunligi ham uzun. Bayva yemini yeb turgan ekan. Abdubonna, ular yosh oyligi necha oylik? Mana akalar. Akalar oldi shakka chiqqan. Pasi ham 11-12 oylik qo'chqorlar akalar. Abdubonna bular yebish sinovdan o'tdimi? Xolasa aka sinovdan o'tdi. Kecha payt keladi. Xolasa yemini berdi, kashan berib, sinov o'tkazdi. Xolasa olingan kundan borib uylarda sinov o'tkazadi bir hafta. Akalar mana yebchirlarni sinovdan o'tkazib qo'yishibdi. Ikkinchi sinov olishibdi. O'zlari ham uyga borgandan keyin bir qator yebichlarni ko'rib borgandan keyin pulni sanab berishaveradi. Ha, xolasa aka. Bular gap narxida Abdubonna. Ekan narxni aytdim, uyda davomida o'rdan bo'ladi, o'rdan bo'ladi ekan. Qo'y ko'p ekan. Qo'ramizni maqsad sotish, u chiqarib olib reklama qilib olish emas. Mana akalar maqsad sotish deyaptilar. Narxini xudo xolasa arzon qilib qo'yib beradilar. Abdubonna 25 tasini bir joyga necha puldan qo'yib beramiz? Aka 25 tani bir joyga olaman. Degan odamga berdim 5 milliondan bersan aka. Akalar 5 milliondan. Obunachilarimizga ayron qilib beramizmi? Aka hayri bo'ladi, o'rdan bo'ladi aka. Necha puldan qilib beramiz? Uyga yetkazib bersa, mayli aka, siz obunachilarimizdan Saroy bozoridan kelsa aka bor. Like bosib, kommentariyaga otanga rahmat yozib qo'ysa aka, 100 mingdan bonusi bor aka, hammasiga. Akalar 25 ta odam. Akalar 25 tasini bir joyga olsa necha puldan qilib beramiz? Mana ichida aka 900 mingdan. Bitta qo'chqorlarni bozorda 5 milliondan ham bermaydi. 4 million 900 ming so'mdan hammasini bir joyga bo'lsa ketaveradi. Abdubonna o'zingizga o'xshagan martadan telefon qilsa necha puldan qilib beramiz? Bo'lar aka. O'rta aka, hayriga o'tib beramiz aka. Aytilgan narx bo'lmaydi. Maqsad sotish aka. Buning ichidan bitta ikkita tanlab olishsa-chi? Aka, tanlab olsa 300 ming plyus 300 ming minus bo'ladi aka. 5 million 200 ming so'mdan yoqqanini tanlab olishaveradi. 5 million 4 million 600 ga chiqarib beraman aka. 4 million 600 mingdan o'zlari chiqarib berishar ekan akalar. Bemalol telefon qilib sotib olishlari mumkin. Aytilgan narxlar muhim emas. Aytilgan narxlardan ilojim boricha kelishtirib o'tib berishadi. Akalar bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar.